Xo'p, bugun sizlar bilan ikkita skuter haqida gaplashamiz. Birinchisi bir ko'zli Tesla, ikkinchisi ikki ko'zli Tesla. Ochki ko'z deyiladi. Xo'p, birinchisi bir ko'zli Tesladan boshlasak. Bu modelimiz 1630 ballonli alyumin nikkel qorishma diskali 670 tormozli diskasi ham bor. Mana 670 suyuqligi turadigan idishi va ruchkasi. Bundan tashqari orqa tros tormoz. Xo'p, bu skuterimizda 3 ta skorost sistemasi mavjud. Bundan tashqari power signal va faralarni yoqib o'chiruvchi tugmachalar. Bundan tashqari telefonga zaryad beruvchi podstavka ham mavjud. Xo'p, elektron tablo, velosipednikiga o'xshash rul, bundan tashqari 5 ta akkumulyator, GLV 20 amperli 5 ta akkumulyator joylashadigan joy. Akkumulyatorlar qo'yilmagan, buni xaridorning oldida qo'yib beramiz. Xo'p, oldi plastmassa qanot, bundan tashqari orqa yelim qanot. Xo'p, bu sinuvchan, bu egiluvchan plastmassa. Xo'p, vilkasiga keladigan bo'lsa, sifatli amortizator vilkadan qo'yilgan. Ma'lum bir sig'imga ega bachoy, sidinasini tay ochiladi. Bitta splashni yumshoq sidina bilan jihozlangan. Skuterimiz 240 vatli motorli. Motorning hajmini ko'rsatib o'tib ketsam sizlarga. Bunga xudo xohlasa prava, o'sha haydovchilik guvohnomasi shart emas. Bu skuterda bemalol minib yurishlaring mumkin. Keyingi skuterga o'tadigan bo'lsak, keyingi skuterimiz ochki ko'zli modelimiz. Bunda ham 670 tormoz, orqa tros tormoz. Bakoylari 2 xil qilib qo'yilganmi? Ha, 2 xil qilib qo'yilgan. Bu qiziqtirishga xolos. 1630 ballonli alyumin diska, sifatli amortizator vilka qo'yilgan. Orqasi xuddi nariga birinchi modelga o'xshab egiluvchan plastmassa va sinuvchan plastmassa qanot bilan jihozlangan. Akkumulyator qo'yilmagan buni ham. Akkumulyator turadigan joyda buni o'sha yomg'irdan himoya qiluvchi jileti, bokovoy zaryadchilari bo'ladi. Bunda ma'lum bir sig'imga ega cho'nta ham bor. Tashqari pachoyga. Xo'p, bunda roli qolganlarga nisbatan, o'sha bir ko'zli Teslaga nisbatan roli farq qilishi mumkin. Ya'ni qanaqa? Tablo rolni o'rab olgan. 3 ta sport sistemasi, o'sha pavorotlar, signal, fara. Bunda telefon podstavka yo'q, chunki rol bunga xalaqit beradi. Telefon podstavkani sig'dirmaydi. Telefon qo'yish uchun magnetdan foydalanish mumkin. Bu skuterimizda ham motor quvvatini tekshiradigan bo'lsak, hop, bu qatorida bu tarafda bo'ladimi? Mana. 240 vatlik miya bilan jihozlangan. Hop, skuterimiz 5 ta akkumulyatorli GLV 20 amperli akkumulyator bilan jihozlanadi. Ikkalasi ham xuddi shunaqa. Manzilni aytib o'tsam, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida, Marg'ilonda katta langar asfaltli yo'l yoqasida joylashgan. Xo'p, pastda nomer qoldiramiz, manzil qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar.